Assalomu alaykum, men Gülis. Uzoq vaqtda bir hafta chiqarmay qoldim. Yozgi ta'tilga uyda shu bolamni yaxshi boqib, bolam bilan toza o'zimni oldim bila bo'lib. Lekin bir hafta paytda o'tib ketdi. Nimda o'tgan vaqtda, uning kim shu bir haftada navoiy avod bet tutib ketdi. Avariya shu bir haftada shu quyoshning nimasim yo'q. Quyoshdan bir shapam yo'q. Shunda avval tutuqlan bulutlu bo'ldi, yomg'ir undan bavariya degan shu yomg'ir yog'di, guldirmam yog'di, bo'ron chaqon bo'ldi deb hozir bo'ldi, ani bo'ldi bir hafta bo'ldi dedi, bir hafta bo'lmay, mush oldingi bir kunda aran yog'di. Onkin tunugun bir kecha qilibdi, tunugun boshda. Bu texmadam meni ishontiradi-da bo'liqi. Havo bir bilan chichib, xamilik narsan chichib havaga shu bulut yasaydigan modlarni chechib shu quyoshni to'sab uningki bir haftada shu yomg'ir yog'di bo'ldi dedi endi men chechib nim qilib bo'lmadimmi eg'iliqini iliqi guldirmamay bo'ldigandek iliqi maqtardagi bulutni yasab bo'lmadimmi ish qilib faqat quyoshni to'sablam nimga bo'lmadi. Aşkı adam nişandırdı şu adam işte havaryanın kontrol qatqanlıqqa. O tibbede mi deydi ama müsqimiz adamga şu 3 saat quyosh nuri to'liq yetarlik bo'lishi kerak. Hech bu ma'noda yarım saat har kuni shu quyosh nuri bo'lishi kerak. Biz erishimiz kerak. O degan shu badimizning vitamin D ishlab chiqargan birdan bir manbaamdi. O bo'lmasa shu doğrular xanlar yuguraymiz. Vitamin D'larni içip ço. Yasalgan yağan vitamin D'lar, asqatmaydigan vitamin D'larni yem qilib. Shu ashta bo'ldi, uningkin shuna bo'lgandan amal yo'q hamda uyda o'tirgan balim bir yak aprib o'ynatibdi-ma. Uningkin adat shu uyda qanday qilibmiz, uningkin shu bir ishlarni biroq qilib ishlarla azroq o'ynatib nim qildirdim. Ishqil balam ishkimiz bir-birimizni tez yaxshi o'zdirib, tez yaxshi nim qilib oldik. Lekin aram bir hafta o'tib ketdi mana. Tunugun dushanba tunugundan boshlab endi balam maktabga nim qilmamdi. 6-7 soat shu balamni ko'ramayman-da har kuni 5 kun. Okey, yillar edigina, dangla. Chepmaz. Qachon tirishmay ish qilib shu kunlar uningdikina ishlarmi ko'payib qoldi. Ishkini beradigan birinchi ishdan 6 to'lgan kichikdek ulardan ikkisini beradigan 4 yozib cho'ng'ilib nechalik bo'lsam ishlar degan dashi cho'ng hayvonotlar baktiya cho'ng'ildi ekan-a. Hozir putr o'zrab yo'nab qopdi. Shundan 4 tal küçük. Onunki ma ikkinchi yana bir küçükdən 8 tug'ildi. Shunda sog'lom misimiz umoq, bak budlaq. Ko'rgan bo'lsanglar mumkin. Shundan jami shu hammasi bo'lib 16 ishtilar ketdi. Chaqlaq ketdi. Tunugun balam ishni o'ynayman deb kirmoqchi, lekin ishtilar küçüklar to'la sakrab mo'rlab ketdi. Tırnaqlar olandigan shu kiramay qoldik. Onki yomg'ir patqaqondigan bolalarga qildik. Bamni ko'nglerim. Bu misol shu balam ishga kirib küçüklarni, kichik boboq küçüklarni shu ko'tarib o'ynab nim qotgan. Shundan bugungi mazmunlarni abay uyda turib mengishdan burun tiz olgandim. Chunki men telefonda nahmaydan qolgandan nahmaydan qanchada boshqaligi detallar shakli bo'lmaydi emasmi? Shu Instagramdagi men mo'yimdab qaragan har xil mazmunlarni yozib olgandim. Men mushmetib kelgancha deyman deb. Qog'oz unutqatma. Shu hozirda esimni bag'alarni deyamdi. Ham bundan burun bir qiziqishlarni gapiray. Amalam kulag'am yaxshi kulali. Azoblanib o'tirib. Kayfiyatmiyam. Shunga kichkina bir chaqchaqdan boshlay. Ilaqi nima? Ilaqi AI'ning detallaridan foydalanib, ilaqi men har xil narsalarni men yasash boshladim. Yasatgandim. Ilaqi o'zimning rasm kirgizib ilaqi nimani
Misrning qadimgi Misrning xonashirdek mumkin keyingi 5 ishbedna odam asha odam yotgan keyingi piramida va Misrning shunda ko'rish his qilgandim-ku shuni chiqarib qo'yib hamda uningga Instagram his qilgandim bu hozirgi dunyolik burunqi nafislikni latafatni yo'qotadi debchi kiyim kechak qatdim sin to'g'ri hozirgi moda kiyim kechaklar qarab baqallar nima degan axlat sat qalaymagan yalang'ashlar bakri yalang'ash yipiqlari dahshat alqindek Justin Bieberning ba'zi kiygan kiyimlarini bilsizlar ba'zi Parisdagi fashionni bilsizlar shunda sat pek sat shu anandek ba'zi konum zamonda texnika unchik bugünkidek bo'lib ketmasmi ba'zilari haqiqatan esil endi bugünkidek taraqqiy qilmasmi ammo kiyim kechak jihatdan pichat haqiqatan isibda latapatlik jihatdan ba'zi konaligi madaniyat haqiqatan esil masalan bizning kona madaniyatlarimizdan ba'zi xon o'rlik kiyimlar pichat chiroyli naqshlar kiyim kechak ko'ylaklardagi esilliq sipiliq ayollar kelsa nazokatlikni dahshatli ishbonlaydigan erlar kesganligi mag'rur ko'rkamlikni ishbonlaydigan payzi yaqinqi zamondagi bu kiyim kechak dahshat ajoyib sat şu aşağıda bir şey koygandim endi uniki men kendimdeki nima bilan ish başlıq adam bilan parang kitib inkaslar kitib bir to'rdashimiz paranglashib o'qildik to'rdashlar inkaslar bo'ldik shu jarayonda shu Misrning momiyaning kinolari payzi deb inkas yozgandim men shuna kelinga shu men bilan inkaslasgan kishi kulib kelib qaytibdi shundan nemish kulganda da o'zimni inkas qarsam momiyaning kinolari payzi deb chiqib qoldi asli payzi deb yozmoq istedim payzivot dedi momiyaning kinolari payzivot deb chiqdi shundan kulib tilqib qoldim shu kulki lozim deyish qilib shu sizlarni kulsin deb qo'ydim endi unda bo'lib ketishsa shöyle kunuk taqsim bizlar AImo kirishib ixtiyorlarni kirishimi shu sizlar bir harflarni yozib bo'yicha xatlar chiqib bo'ldi so'z tuzib chiqib bo'ldi shuni tanlaysizlar ba'zi vaqtlarda haqiqatan qulaylik yoritadi ammo ba'zi vaqtlarda bek atkal qaysini tanlashni xato tanlab qoldi bilmaymizda uchida besishlarmi mavu ekranmi besish bo'lganligi barmoqlar ba'zi besib kitayfalar bo'ldi chiqib undan keyin men diqqat qilmadimmi shundan ashta payzi deb xat yozsam u konuk taqsi o'zi payzvat chiqib qolgan lekin ana shu bir kulgili ishni nima qildi konuk taqsi rahmat aytaman shu deb qo'yganim shu konuk taqlarim ba'zi vaqtlarda yaxshi payzvat ba'zi vaqtlarda odamlar to'lash ishlar kirish olgan sizga ilaqalarni ishim pishirib qo'ydim shu qiziqarli onun için mağazalıkı namayişlarınkini degan gaplar borkan shu ani takrorlab baklab qo'ydim ba'zi kishilardan bir qizolninki bir amerikalik ayolninki gapini baklab qo'ygandim bir jumlada ikkili jumlada birsi mushunchalar namoyishlar bo'ldi ammo men deydiganim Trump yanlasining prezident deb tugdi deblamchi asal bir gapi oddiy ammo qiziqarli hem naqshilgan gapga shunga aşağı baklab qoldim deymiz to'g'ri bu tunji bo'lib ular unchilik xuddi taslaning masal buzishbaqdek unchik qilmay bir qadar hamdayliqi tinch bilan necha yuz ming odam ashta qilibdi namoyish mingibdi aning birinchidan yaxshi yeri ozroq tinchaman shuncha odamliqi amiyani chiqmagan bo'lsa qanday lekin nachar yeri shu Trumpning yo'lda turolda yaxshi animlarga qarshi turib bu qilib unga yana bir qiziqarli yeri shu namoyish qilayotganlardan so'rasa o'zining nima ish qilayotganligini aniq deyolmaydi 5 machda bir tal bo'lsa-mu nima ish Trump qarshi tursa deb javob bermaydi nima ish e'longa o'sh deb javob beradi mumkin qaysi bir ayol mayaqtiki qaysi bir videoda mayaq qaysi bir shaharlarni ismi bu xili ko'lamlik bo'ldi emasmi
Şu yerda liqimda qarsa nurg'unlari kapitalda. DC'nin liqi munar atrofida qanlar. Shulardan da tekshirib da atrofga shu butun qarsa, shularning ko'pincha 50 yoshdan yuqori. Liqim misal yuqori qari yoshlardek liqi adamlar. Demakchi o'g'lim, shu mayaqtik namoyish chiqqanlarning ko'pincha ashta yuqori yoshliklar. Ko'pincha xizmati yo'q. Ondan tuzuk javob berolmaydi nima bo'lganlarni aysh ketilvergan gap. Bu nimani bildirsa o'nchiq odamlar jaqtar bilib gap xudma demiratining siyosatchilik birisi maqolasi bo'lsam tan o'qiydi. Lekin ular najis bo'lmaydi xudo shukri. Ular asan maqolasi bo'lsa shuni tan o'qiydi. Dedan gaplarimiz o'xshash, hatto o'zining gaplarini qilib maqola yozishga o'rin qildigan ashtaqdi solchilarning odamlar. Lekin men najizman odamni tarbiyalab olmaydi, shon bilan pul yeriblam. Bekarchilik xizmatim yo'q qachon. Ashlarga chiqiblar shuning qarshi turgan deb. Mumkin anodagi haqiqiy gap so'rasiz javob bermaydigan. Ahmoq. Lekin odamni shu o'ylantirdig'ini shunchalik mudo, shuncha Allah. Adam haqiqatan pul desa ma'qul deb mangadigan, o'zining manfaatliga to'g'ri kelam uqmaydigan, kar olmaydigan, davlat bilan kar olmaydigan, bir-bir bilan kar olmaydigan, pul berganga chiqaveradigan. O'sha odamlar, unga ba'zilar qayim qilib ketgan, ba'zilar haqiqatan shunchalik dut. Adam gap ketmaydigan darajada. Unga ba'zilar ham haqiqatan qarshtirib bo'lgan. Hatta ano'shish pulni hisoblam kar yo'q. To'pliqdan to'g'ash o'g'irlaydigan ashta kishilarga. Hech qadamni bir xil agar ashta bir mila bo'lmagan bo'lsa, bu chaqcha xil ishlar bo'ldi. Agar shunchalar namoyish chiqqan sujna 300 ming odam to'g'ri niyati bo'lgan bo'lsa, shu oldingi 4 yil yuzmamaydi. Oldingi 4 yildagi u ofatlar sunniy va tabiiy tanqmaydigan ofatlar, unga o'sha nachar iqtisod, unga o'sha razilliklar yuz bermaydi. Yo'qimsa burunqi vaqtlarda masalan boshqa chomninki bo'lganchilik nimasi ishib, nomi ishib, Amerikadagi tarixidagi eng yaxshi, eng esil prezident deb tanlanadi o'zi. Anında başqa prezidentlarning masalan Obama deydi, taqtuqamışlar, tariqimiga pul ichib bergan, shu yo'l ichib bergan qapaqsarang, ma'u deydi, ma'u Biden o'shish shu qonunsuz ko'chmalarga yo'l ichib bularni qilib bergan ashtalarga ta'sir qarshi turibmish Amerika bugünkidek ahvol chiqmaydi. Lekin shu hozir Trump chiqib shu bir-birlab shu burunqi qamlashman qapaqsarang shu prezidentlarning buzatgan har bir nimasini yasatdi-da. Yo'qotdi. Lekin e'lonimni shunda tilab, uni qilib, buni qilib ketdi. Lekin men degandek oldingi videoda degandek, shu butun milliardalar qarab baxsam, shu e'lon azroq bir insof borga deb o'ylayman. George Soros o'xshash qirib bo'lib ketgan Dashatboy maqola o'qib bergan Trump aski deb besbegan o'qib mumkin ash to'ldi yaxshi, yo'qsa boshqa nimalarni to'ldi. Uqmaymiz endi. Men information men cheklab. Lekin shu ashta nopos azaytishga shu huquq bilan manfaat bilan ko'rsatgan ashta razil baylar nim qilgan shu insonlar qalamaqan namoyishlar o'zlaridan qarab. Onunki qaymoq ketgan yana bir ayol moyaqdiki bir to'p o'z turish o'zining kuchligidan e'lon qildi. Ularni namoyishlarni so'rab u qilib nim qilsa, unda tavshib qildi. Ashuna videolarni ko'rsam, uni taklif qildim, ko'ringlar. İştihar yaqimidagi Trump qarshi turgan ular ham yoshroq, qayerlari texnik kulgilik ama yoshlar. Shunchalik odamni ham kulgisini keltirdi, achchiqda kulgisini keltirdi. Ham shunchalik ichindirda odamni bu yoshlarning shunchalik bo'lib ketgan. Birinchidan ularning shu ashadagi namoyish qilgan nacha ishtihar odamlarga qarab qolman. Ko'pincha ismimizga ishtixarlandiqchan. Onun için kimdir laquluqa
taxt tuqqan namida. Onun lekin o'zining zodi azaplı şu. Kız oğulluğundan karı yok. Xalığını boyunca nima qiladigan. Zo'rlab işte ilqi bu shu ishtihar yaqimidagilar solchilar, shuna yomon g'arazli kishilar, shularning kalsin burumlab o'zining ularning zodi o'zining nima bo'lishini ilqi demas. Bilmaydigan holat tushib qolgan tarbiyaning nacharligidan iqlim tez o'tib ketgan ular o'zining nimaligini unutmaydi. Ilqi nima ishkanligini aniq bilmaydigan darajaga tushib qolgan. Ilqi aniq tushuntiramay qoldim. Deymiz, ilqi ba'zi ishtihor yaqimidagilar bilib turib o'zining jinsini ilqi mala ilqi sen nima o'ylsang bo'ladi degandek ta'sirga uchrab ketib zo'lab o'ylanib boqadi ekan. Xuddi qaysi bir videoda nim qilgandek bo'ldi uni demay o'ng'aliqi mazmun sal cho'ngilcham xalqni tushunmayman deb ketmoqman. Ar ayollarning badan fiziologiyasiga farqini deb bo'lsin degandek jo'liqi qildan ishlar bu. Uni sen xato tushunlar yoki uni keyinlik o'ylanib ishtihor yaqinga qarta mazmun dam ishlagan vaqtimda yana aytibman. Adamlar chiqib adam bek o'ylantirgan emasmanlar. Aşta ishtihor yaqimidagilar uningki ularligi ash qizalninki ash muxbir qizalninki shu ashlarni nim qilib solsirab bu qotqanlarnikini aldiga nim qilsa ash qizalni o'tkilib qo'ymay oldi turulib ash yosh bolalar chechin olib baldoq qo'yib olgan qalamqon o'g'illar chiqinib olgan qizlari o'g'illar ashta kim olgan ashtaligi nadan kishilar Aldan to'sillabga o'tkilib qo'ymay, Trumpni degan, nimiyasi de, tamiyasi deb qaqshayotganlar, qizalni oldida tamday turilib o'tmay, o'tkilib qo'ymay, to'sillab o'tkilib qo'ymay, gap so'rasiga qilmay, javob beramaganlar tishi qarab liqimda. Teshisi tishi qarab degan. Onunki ya aning gapini olmaydi, ya savol javob beramaydi, nimishga yerda turadigan demaydi, nimishga ish bo'lganligini demaydi, o'zining ya bir dalil isbotlari yo'q, faktlar yo'q. Unga javob beramaganchida Alloh jo'qidek vaqirab, unga ba'zi qizlar menmi ayol bizdaklarning yuzini tushirib, ham ayolda taljoqva chaqamayday. Anda siranglar yuzimizni tushirib, uniki chaqadan arlam bor. Ajoyib, bu haqlar ajoyib deyman. Uniki ayollarning yuzini ko'tarib, keyin shu bir chaqirayotgan, toza bir chaqiraydi, keyinigilan bir ayol saqchib Şunlar, nima kimligini chiqarsa, kimligim yo'q deb. Ismim nima desa, voy men misha andamada qilgan deb. Şu samiyada nima qotsa, mundalik olti o'g'il chaqirabin jamiyatning amonligi yoki jamiyatning tartibida buzilishlik sanmaydi. Menga oyoqqa boradi desa, yana bir qashib turgan ayol, eli qismizrak ayol. Biz miyada shu ma'lum nimani biz tashqi namoyish qilayotganmiz, namoyishning tartibini saqlab, biz tartib saqlayotgandik. Tartib saqlamaysan, men saqlayman. Men esa yo'q deb u bir ishni nima qildi. Shu ashta adam bir xil kuldirdi, lekin shu ochiqda kuldirdi shu. Onun yana davom bor, keyinlik yana qilaman, yana ko'rib biqib. Shu meni Instagram kirib pasanlar bo'ldi, men baharlagan shu mazmunlar. Işqib ba'ziga kulib qolmas, ba'ziga og'zimda ishib qoldi, ba'ziga haqdan g'azimiz keldi. G'azimiz kelgan yerga keldik qamdi. Yana birinki kechaman. Yana bir mazmunda men birsi amdi matishq qo'yganligida nima ko'rsatma taxtay. Shu taxtayninki mazmunni o'zgartirib deb o'yladim albatta. Shundan boshqa taxtayga o'zining ko'z qarshisi chiqarib qo'ydi. Instagram reel qilib ishlab. Onun da biz desa Amerikalılar şu meydan Xitoyni tamoqni yeyib yeyishga ashdi yo'q. Amdi şu Amerikalılar o'zi tamoqlar, o'zi oshqni o'zi nim qilib, o'zi setilib, o'zi o'stirqilgan vaqt keldi qilish kerak deb istu ashna ehtiyojliq o'ziniki yerlik Amerikalık dehqonchilikni qo'llash kerak deb istu. Shundan men uni albatta qo'llayman, şu ma yaxshi mazmunga deb buni bakirildim. Dalaşındaq özümüzdekini şu yerlikni qo'llab, yerlikda setilish kerak, yerlikni qo'llash kerak. Cho'qim muxtari elish kerak deb amma deb nim qo'ydim. Buning qarta shu Amerikadagi shu hamda nurg'un odamlar chavoqchab deb qo'lida, qo'llamaydigan nada kalsning solchi qapoq kechirmasatga faqatdan dutlar, nadanlar
Şunu ular can uruşdular ketdi. Oqbasan ingliz bildan oqbasan buldu. Bəzi şunda qamlaşma, bəzi ücretdən, bəzi meni tilab ketdi. Ulan ücretdən qarmısın kirgizətdim. Bəziga ançımın cavab qaytırıb qıldım. Şunu aşağı cavab ketdi. Lekin rasmi adam pek beşini ağırtdı. O aşı yerlik Amerikalılarning aşı bir temaga qarshi turadiganlarning shunchalik qaymqib ketganligiga hayron qoldim men. Bu Amerika burun deymiz, shunchalik kuchli davlat-da. Shunaqa biz Amerika saqlab, dunyoni saqlab deydiku, qanday kuchli desa, shu o'zining shu shunda zavod korxonalari bilan ilg'or qattiq eg'ir texnika deydi, yenik texnika deydi, shu zavod korxonalari bilan yerlik nimalar bilan o'lkan texnikasini shunda ilg'or bir powerhouse deyiladi. Powerhouse shunda emas, kuch manbai kuch o'yidamda o'qish qilib ashlatdi. Shu Xitoy bilan shu beshinadigan qapoq prezidentlarning dardida Xitoyni ko'p turib qo'yiblar. Xitoy bilan shu iqtisodiyot hamkorlik bilan butun 90% shu mahsulotning hammasi Xitoydan keldi-da bu yerga. Hozir qadar shu qaysi yana bir videoda munosabatga deb qo'ymoqchiman. Videoda shu birar shu debdiki Trumpning nimasiga intan yaxshi shu qo'llashimiz kerak. Chunki u ancha-muncha Amerikan yerini aralabdiki, shu to'pi besib ketgan, taqilib ketgan shuncha necha zavodlarni ko'ribdi. Ishlaydigan odam yo'q. Chunki ular shu hech kim u yerliknikini olmagandan taqilib qolgan gap. Hech kimning kori yo'q. Butun narsa shu Xitoydan keldi. Başqa davlatlarning keldi. Nima ichish ahvola? Onun için ashun chiqib qo'yibdi. Onun için menimi bilsizlar, Shopify, mening do'konim Gulstack-da har xil mahsulotlarni kirgizgandim. Ular menga aldab Xitoyda ishlamagan deb. Soat deydi o'sha ba'zi narsa mahsulot, har xil mahsulotlarni sog'andim. Keyin tekshirib o'zim setilib tirishib turmush qarsam hech qaysi ular degandek emas. Hammasi Xitoydan kirganda. Ba'zida Xitoyda kirgan deganni shu bir yil his qo'yganni chiqaradigan, ba'zida nima label emas. Tag mahsulot masalan kiyimlarning nimaligimda tushuntirishlik nimasini label deymiz, unutib qolmayan nomus. Shuni jiddiy avtadigan ba'zi kimlarda hech qanday tushuntirishim yo'q. Chunki Xitoyda ishlangan degan bo'ldi emas, mana shuni chiqarib ashtaq berib shunda oching kelib ketdi. Shundan butun mahsulotni hamma chiqaribdilar, shu Amerika ishlangan deganni izlab oxir bir talni topdim-da. Xudoim yo'q aytmasam. Lekin endi uning kiyimining kayniklik nimasida Amerikada ishlangan deb izohlaganday. Shundan shu bir talmaykanlam situatsiya. Unga o'zimizdan ba'zi kiyimlarni tepirlanishib. Shu jarayonda, shu ishlarni qilish jarayonida istakamni sotgan batdi, meni loyihalarni ustiga qo'yib. Bir istakan sotadigan, uningimish Amerikada shu bir shirkatdan boshqa Amerikadagi zavod korxona topolmadim, qat'iy topolmadim, xalqimiz qat'iy topolmadim. Bu Amerika o'xshamishda qudratli bir davlatning bir tuzuk bir zavod korxonasi bo'lmasa, nima azobli. Oshni uxmaydigan mush lahma Amerikada. Kechiringlar, ba'zi Amerikada. Onundaki tamoqmi qaysi tamoq Xitoydan kiradi deb so'raganlar bor. Marketingga qarab ba'zi tamoqlar masalan tetim suv miyadan chiqib ketmaydi. Miyadan de so'ybenim deymiz. Purchoq men turk purchoqni shu eksport qildik yaxshi. Ammo eksport qilib unga ularning shu tetim suvni shu bir xil purchoq desan emas, mana uni Xitoysin degim yo'q, bilsizlar o'zinglar. Shun o'g'imi eksport qilgan. Ashunalqi ba'zi Hong Kongniki bor, ba'zi Xitoyniki bor, ashu import qilgan. Ashumi tamoq shu. Undan keyin yaxshi masalan samsaq olgancha diqqatlilar, samsaq olganchadalqi yildiz sarpiplar appoq, undan keyin samsaqni o'zilqi loq u bu pek chiroq ko'rinib kelsa, u ashu meni Xitoydan kelgan. Men qarab turibman Amerikada ishlangan deb bo'lsa olman, undan keyin samsaqniki yildiz bo'lsa, ashuni olman. Mungkin abadagida samsaqlar bor, undan sakiyotlar bor, endi nurg'un ashlar bor, shu nimada kirgan. Undan keyin ularni qilishlar hozir nima qildan bo'ldi, xuddi meni oldigandek, undan ularni shu
nimisini label yani labeling deb unutqoldim shu tag ashuni o'zgartirib xitoy ishlangandan chiqartib ammo aqida xitoy ishlangan setaverdi u kirzaverdi Tonundaki ma ba'zi Amerikalılar deydi bu bek bulamaydı nima ishqanda mundaq deb bu Xitoyga taynib qilishdan burun Amerika o'zi shuncha yaxshi bek ketayotgan yerliklar chorchilik rivojlangan vaqtlarda u bu qancha vaqtlarda butun narsalarga chechib mo'yda bulg'ab u bu qilmagan vaqtlarda Amerika o'zi shunday yaxshi bek ketayotgan shu nimanda nodon deyma ba'zi hollarda ishqilib Onun için bazılarım mening nima orqali mening alqi mushta inglizcha uyg'urcha qilishim sabab ingliz qilishim sabab chunki ko'pincha agashlar ingliz tili unga ular men mushu mazmunlar orqali men agashlanjig'ima unga ular meniki kirib xuddi men unda pichet kirim qilib yoki isl naqsh deb yoki to'lg'ab u qilamagan mushu so'zlatlam yoki o'zimning mushu siyosat qarta ko'z qarashlarim bo'yicha haqiqatan yollaydigan rasullaydigan müştahim çamqı taraf turgan müştahlik özünün siyasi göz qarşılarım boyunca haqlarını jıgatmanca əgəşkilə jıqalqım üçün ankin əmiz jıqalsa meni aşı dukanımı kördəməz o dukanımda ankin güzel kiyimlərimizi gördü xatlarımız gördü ankin aşı uyğur da bu an ekan əmdi mən menin yolum boyunca mən qılalaydigan yolçuda uyğur namını uyğur kimlikimizni ilqi təşviqat məncə Şunu aşağı qatqan vaqtlarımda bəzilər dukunum görüb bu qılıb deb so'rab nim qildi onkin uyg'urligimni tushuntirib qo'yma chunki bəzilər sen mushta yerlikni qo'llayma dedi ekansa amalqi Instagram Facebook veli yuz qo'yganchu yerlikni qo'llaymiz yerlikni setolmiz deb uniki mening mahsulot dukunimdagi mahsulotlar dunyoga Haqs yetkizildi deb chiqargandim. Şu an bəziləri kalsimen qapaqlar, gapni tushunmay, sen yerlikni qo'llaymi deysa, yana haqnikini setib dunyoga taqdim etgansan. Shunga men javob qaytarmay birmalarga kalsimen. Shu men yerlikni qo'llayman, yerlikni qo'llash, yerliknikini setib uchun mush bir tal nima tepib Amerika ishlangan kiyimlarni setyapman. Qalgan bizning matnimizga yoziladigan u isl ko'ynaklarni amaliyot ayanda qildi ammo ular yasamaydi uyg'ur yasaydi deb so'zladim ondan keyin dunyoga albatta cho'qim o'zimiznikini men o'zimizning mush yerlik zavod korxonani qo'llash uchun mushlarni ilib sotgan yaxshi ham o'zimiz sotamiz Amerikaga ondan keyin albatta nima chetdan sotmaymiz albatta sotamizda xalqninkini Meyakep bu satqandan ko'ra shu yerliknikini ilib dunyoga satqan yaxshi mamu shu yerlikni qo'llaganning ishbasi ashni o'qimaydigan odamlar bor tova. Uning javob qaytarib qo'ydim ba'zilar tushundi, ba'zilar taqib, ba'zilar tilab degandek. Ajoyib odamlar bor ekan shu. Shu ashta bo'ldi. Uning lekin men yana ashuni tushuntirman. Damliq tashviq qilma. Cho'qqi Xitoyning tamoqlarini, cho'qqi Xitoyning narsini, cho'qqi Xitoyning mahsulotlarini sizlar shart emas, Amerika boshish kerak hamda. Shu Amerika tomosha bejini beji haqida qilayotgan Amerika Trumpning siyosati intayin yaxshi ham intayin adil. Ilmi Trump quplama hammasiga eg'ir bosh qo'yatmidi, biz endi uni teatr deb. Ularning ahvoli qarab, savdogar milliarder bo'lgan ekan, savdoni qanday qilish qudada bo'lgan ekan, ya Allah. Shu ahvol qarab, vaziyat qarab quvvatidi. Asta-asta qilib unda nim quvvatidi. Shu Trump mushli qilishdan burun Obama deydi, Joe Biden hamisi sinaqa qilibdi, ammo qilgan tayinliqda. Yuriki niyati to'g'ri bo'lmashqa yaxshilamaydi. Tushunsanmi? Shu ham Trump kelganchada ashlam qilib shular qilib qolgan vaqtlarda hech kimning kari yo'q boshlavlar. Va Trump dasturib qilgan vaqtlarda hammasi gap chiqmagan. Mushma shu bir o'yin balig'ini bildirdi shu so'lchilarningki. Shu qisman shularningki qaymoq turib u bu yoki o'yin qasddan qarshtirib qolgan bildirdi. Chunki mana ilmi shihri haqiqatan shu Trump shunchalik jiqnim qilib Amerikaliklar haqiqatan qo'llab qildi. Ilmi turadi, mana 100 ming odam ko'ch qo'ylar nim qismi yana turadi. Unga ba'zilar u namoyishlarni avvalgi kapital avvalgi 6 January 6 yanvar 1 oyning 6 kundagi kapitalga qilingan nimadek namoyish qilgan nim qilib ketdi bizga hujum qilib qildik biz bunda nim qilyapmiz deb. Unga shu namoyishni texcha chamol dengab qo'ygan. Texchi shu kon nimada so'rab shu cham qarshi turib
nima qilayotgan shu ahmoqlar. Endi bu shu osondagi kishilarning shu qaymqib ketgan dudlaqlar kishilarning shu o'yini shukri yana bir xindalday shu ko'p sondagi amerikalar yana uyg'onib shu nimani tanlab shu alqil vaqtda amerika qutlib qolgan gap qutuzildi Trump ham shu Trumpnikilar birlashibdi maga odamdoq make America great again ularni maga qilib yan so'z tuziblar mumkin maga liqlar deb boshlab gaplar bo'lib ketdi men shu maga tarafdan men maga deb nim qilma o'sha qaysi bir maganing nimasiga narsani ko'rgash uni bekilgash unga men imkonsiz qo'ydim magaliklar mening betim kiranglar solchilarga qattiq kuchim edi qapoqni qattiq kiran deb isqondim demisimiz shu magab desa qattiq tushunmaydi undasi bundasi taqtuq gaplar qattiq yoqmaydi onuniki ma'lumotli shu tomosha bo'yicha stock marketindaymiz o'g'irchalik unutib qolmaymiz shu paychek bozorda aram bir 8% amerikaliklar paychek nim qilganda baylardan ko'pincha shular nim qilgan shunchalik oz persent pay bozorga ham ta'sir bo'libdi shunchaklam onuniki bu keng xalqning hech qanday ta'siri yo'q bular degan paychekni buzadi amerikani iqtisodini buzadi deb amerika mol bahsi tushyotidi ishlar tarqisilyotidi jinoyatlar ozlayotidi soqchilar ishlayotidi ishqilab ozildi bo'libmi qonunsiz ko'chmanlardan bo'layotgan jinoyatlar ozlayotidi ishlar yaxshi bo'layotidi unki ma'rif chiqqan bilan tekshirdim men bo'laman emasmda ma'rifni amerikaning ma'rifi dahshat mazlashda emas burun ish qilib shunimi shunaqa mablag'ni azaytib shunimi ko'tin tepadi uchun shuni ishlar yaxshi bo'ladi chunki haqiqatan bu amerikadagi birinchi to'rtinchi miti ma'rif jihatda hozir 37 o'rin chiqib qolgan gap dunyoda ma'rif jihatda bu nimani bildirdi shuncha milliardni shu ma'rifga sarf qilgan milliardning 10-20%ni ishlatib qolgan emas bir ishga ketadigan emasmi shular albatta maoshlarni yaxshi ishlatmasa maoshni yaxshi bermasa o'qishlar ketmaydi unga men burun degandek bir o'qituvchi 20-30 kichik bolani boshqa bilamay jo'liqlar chiqib ketib texim dars yaxshi o'tolmay kichik bolalar bir-birining diqqatini chichib ular dars yaxshi ko'ngil bilamay yensam shu uniki turmadagi so'lin qoplan tala chiqishi 10 minut 5 minut yo yarim soat tugdi kichik bolalar oz degancha 3 soat quyoshga erishish kerak malani shu turma kishilarni aptapga chiqqanda unda agrikdan oyoqqa pishinan qapoqlar shu ashta qotidi shunga u xalqning turmushi yaxshi bo'ladi gazlam bas xili tushdi tuxumning basimi xili tushdi mushuna ishlar bilan kori yo'q xo'shimay shukur men yana shu anda qildi munda qildi deb onun için de Trump'ni e'loni shu faşist deb tilaydiganlarga aqlamayman faşist deb tilg'idak nima ish qildi hech kim uqmaydi emas ularning qilg'idak shu boshqa ishim tepremenanga onun için mau Trump'ning so'zlarining malaqi yolg'onchiligi chiqib bo'lib Baydenning yolg'on aytishiga shunchalik hurmat qilaman-da shunchaki yo'qotib yanglatdi-da qaysi bir videoda Trump dedi, ziyoratdami shu. Endi ko'rsizlar, hozir Trump chiqdi nimaga? Trump chiqdi. Endi sizlar shu 11-oygacha shu 11-oygacha ko'rsizlar, shu chegaraning nimishqa bunda yaxshi bo'lmaganligi, yaxshi bexatar bo'lmaganligining sababini Trump ekanligini bilsizlar deb boshladi. Indihlar deydi. Qaysi qapoq shu gapga ishindi? Indihlar yolg'on so'zlaydi. Trump chiqqan yoqi 90% qonunsiz ko'chmanlarning Amerikaga qonunsiz kirilishi 90% tushdi.
tarixdagi eng bexatar chegara bo'ldi bo'ladi hozir mush 4 yil texmi bo'ldi jinoyatchilarning qonunsiz kirgan jinoyatchilarning nimasi chiqib ketdi o'zinglarni ko'rasiz o'qislar chiqarayotgan bir munchaliqi zanjirsimon bularliqi qonunsiz qarjamatdan odamlarni tep chiqdi-da bular axtarib yurib ashlan chiqarayotdi uning ichida birmi ayol yo'q birmi kichik bola yo'q solchan yig'layotgancha ham ba'zi bo'lishi mumkin qaysi bir videoda mushta hamdan security neyimiz shu hukumatning mushalaqi shu ko'chman u bo'liqi organlardagi xodimlarning shu ba'zi kishilarni ba'zi o'quvchilarni ba'zi ayollarni shu ko'chmanlarni tutib yo'llam chiqarayotganligini shanimlarni ko'rsatib videoni chiqarib ko'rsatdim ularga mening o'ylaganlarim birinchidan uning videoda satir aniq emas uning yana birsi videolarni tatishliqi nimalarimi ba'zi xalq tatdi ba'zi ustidan surveillansni tatdi zati bir yerda chataq yana birsi unki xizmatchilarga nima mask taqib olgan mask taqmasmi munda mask taqmas liqindik doppa unki munda maskaliqi ishqab g'ayriyaliqi o'g'irlar nim qo'ldan maska to'pliq maskalar taqib olganlarim bor zat adamning bir shangskameda zat bir yari gumonliq josh videolarning meningcha o'ylaganimda ashta tushuniksiz nimalar bo'lmagan ashta videolarni ishlash orqali men shusi yag'an nim qilyotdi haqlarga nim qotdi haqlarning ideyasini bo'rlab texnik ko'p so'lchilarni ko'paytirish uchun deb o'yladim hamda chunki uning haqiqatan nurg'un savollar bor javobsiz qoldi nurg'un tushuniksiz yerlari bor gumonliq yerlari bor u Amerika ICE tabaqi tashkilot unki mau chegaraning qo'lida bu tashkilot organlari hammasi sochkinlar va kinishkara ba yuz yapmaydi iniq berib nim qildi ko'pinchasining qurollari bor berib tutib aqtirib bu qilib nim qildi ham surish qilyotdi da taqtiqib berib u kichik o'quvchi yoki ayol bola nim qilmaydi men shu o'yinda his qildim shu pul to'layotgan artistlar ba'zi bir meksikalik o'quvchilarga o'zra pul berib o'yin o'ynaydiganlar yo'q deyilmaydi bu mencha bo'lsa shu bu ko'z qarashim chunki unda videolar tarqalgan u videolarni zodi chiqib tushuniksiz gumonli yerlar bek ko'pga shu men ortiq gapirmay ham rasmiy yo'q uqmaymiz men faqat o'zim ko'rgan videoda ko'rgan ashtanimlarni deb qo'ydimda lekin hozir kelgacha shu chopni chiqarayotganlar hammasi ko'pincha shu yosh erlar mumkin ular birinchidan haqiqatan jinoyatchi chunki qonsiz kirdi so'qinib ikkinchidan ba'zilar o'zlarining yurtida jinoyatchi ekan to'xshan qo'shnichi u miya kirgan qonsiz ko'chmanlar qonsiz kirganning hammasi neymiz u yaxshi emas ish qilib ma cho'mqimish jihatda qarshilik haqimiz bo'lsa uyg'onaylik unda nim qilmaylik unda qalamqa echitib rasmiyatlar bilan kirmasa ma bo'lmaydi shunchalik cho'ng qalamqa yuz berdi ma to'tiligidek undan vahshiy bo'ladi ish qilib qo'rqinchliq ammo unda rasmiyatsiz kirsa kimligini uqib qolmaydigan gap nadigini nim qilmaydigan gap ularni bir ish qilsa aqtirib topish shunchalik tas barmoq izim olamagan ismi yo'q ishmi yo'q ularni oq ko'rinishi bo'lmagan so'qim unda kirgilsa mana shu oldiq o'lib ketgan kichik yerlik amerikaliklar meksikaliklarmi nima qilib ketdina kichik qizil meksikalikniki shunchalik azobli shunchalik vahshiy yo'lda qiynalib o'ldirildi ana shu ishlar lekin bunda bu US Amerika bo'lmaydi nimaning degani to'g'ri shu muam prezidentning gapini yana bir deb qo'y degani to'g'ri bu Amerika degan haqiqatan shu ko'chmanlar davlati albatta necha burun shu ko'chmanlar kelib unga yerliklar nim qilib nima qurilgan ko'chmanlar davlati ammo bu ko'chmanlar davlati deb shu oldingi to'tiligidek dunyodagi eng dundlar va ko'chmanlik siyosati bo'lish kerak deganlik emas deb to'g'ri hech qanday bir davlat haqni guldirab kirgan qaysi qildi uni kirganlarimizni tutdi chiqirdi bu qildi Amerikalar ba'zi yerlar shu Amerikadek esil davlat bormi deb qolsalar deb qolmay ba'zida xuddi shu Trump shu esil prezident e'lami shu esil birdan bir mikintan milliarderlar dunyoda birinchi o'rinda billion ishib ketgan balanshda
Azraq vijdonni bir askishni qilib ketmaydigan boshqa ishlar bo'lishi mumkin, lekin haqiqatan xalqni nopos azaytman, uni qilma, buni qilman deb yoki bo'lmasa askirliklarni qilib ba'zi bir baylarda yo'shirib pul olgan qilib ishlar yo'q. Trumpni mushta zanglik qilib haqoratlab mushta qilgan qiliqlarini Obamaga yoki Clinton Bush yoki mush Biden qilib baqsina, Kamala qilib baqsina, ular qanday qilib odamlarni Trump yana sovuqqanlik qotida o'zini shu chunki shu azroq bo'lsa yaxshi-da, vijdon jihati bular yaxshi, Elon Musk shu. Josh Soros deydi, yoki bo'lmasa BlackRock, yoki bo'lmasa boshqa Bill Gates. Shunga o'xshash odam boylarga Elon Musk qilgan askarliklarni mush baylar qilib baqsina Allah nima kunni ko'rdik. Qaysi bir videoda 20-30 burun Bill Gates nima qaysi bir binodan chiqib bir binoni shakl tutganchada atraf odamlar bo'lgan baylar muxbirlar bo'ldi, xalqlar bo'ldi. Mumkin bunda bir bay bo'lganki kiriktanchada bir odam chiqib tortmo paymo qilmaydi shu yuziga shu tomoqni urplam qachkada uni tutib muhimmiz shu bir odam ashta bir video bakanda ashta qilgan shu 20-30 burun shular buningga bir odam inkas shu odamning inkasini o'qib qoldim o'qib o'ylanib qoldim shu inkasini deb tursa shu bir odamning qilganiga qarta Bill Gates hozir butun insoniyatni o'ch otdi dedi shu anda pasama gapni ochib tegi cho'nqur ham bir xil rostmi deb o'ylab baxsanlar shu Bill Gatesning munosabatli bo'lgan shu vaksin deydi, osmonga chachinma poq birmalar deydi. Hammasi chishliqlar. Yemak-shmak, undan shu yog'an go'sht yasab, buni qilib ham insonlar Amerikadagilarni vaksinaning nimasini ko'rib, uningga yaq deyotgan vaqtlarda vaksinni shu hayvonlarga urib, go'shtlarni go'shtlarga urib, mushtaq qilgan ishlarni ishda azab chishliqlashim. Bu gaplarni deb nima qilmayman, men cheklamsan. Tekshirib bakanlar. Demek çoğunum Elon'u esildiğini misal, Elon'un kanallarında o şahsiyeti okumayız. Elon şunçik bay. Dünyada aldığın hazır birinci onun turda. Hazırlıkçı birinci onun turda. Şunçlik qaralan qıp ketdi. Elon'un işlem qımdı mı? Texçe haksız saatı dökümek için. Amerika üçün. Amerika tolmagan, Amerika grajdan boldu. Amerika tolmagan muş dövlət üçün. Haksız saatı da. Mushu Trump'a hamkorlashgandan yoqi puli azaldi azmi lekin pul tepmoqmi deb Trumplar ishqisining puli kirdan puli azaldi Elonning degan gibi bor men Twitter'ni setib oldim Twitter setib olgan yoqi pul nima qoldi pul tushman nima qaraman so'z erkinligini Amerikaning birinchi nizom so'z erkinligini qo'llash uchun qildim yog'incha qarshi turish uchun mushtaq qildim pul kes melih dedan gibi. Şu seçtirip baksanlar şu Bill Gates, Josh Soros, BlackRock ya ki başka mesela nurgun işte baylarla bir tal Elon'u seçtirip baksanlar fark diyen çıkıldı buna mende. Eğer Xudamiz olsun eğer Elon şu rezil olup kalsa şu lavaşıp kalsa ya nimişler oldu Xudam tava. Mümkün var Trump şu. Trump qaşan qilganlarni ya shu Biden qilalamdashlar, Obama qilalamdashlar. Bir qitim birisi Obamaga oyoq attarasa, Obama qatimi, boshqa bir oyoq atgan birisi ekan aytdi. Lekin ma Trumpni qanday qarab ketdi, tillaydan tillab, namoyishni ko'rdinglar, nimalarni yasab, simiz, qanday sharlarni yasab, nimadan chiqqan. Shunda jaqa qarab ketdi. Mao Tesla'ni ko'ydirib batbaringni chiqarib ketdi. Ahmoqlar. Lekin u Elon Musk ishlamaydi, lekin shu hamda inovatga tushdi, lekin haqiqiy ziyon kim bo'ldi? Shu Tesla'ni setgan bechara xalq bo'ldi, shu hech qanday ish qilmagan bechara xalq bo'ldi. Xalq bo'ldi albatta. Ajoyib. Dunyoda ajoyib kemishlar. Jiqsizlik ketgan bo'lsam to'shinglar, mushinchikda, endi shu balam chiqishga 5 minut qolibdi, endi balamni nima qilay? Ködalar yerib ketdinglar uchun. Mening videolarim Facebookda. Zehni o'tkirlar ko'rdi deb o'ylayman. Xudoyim bo'lsa, texmi yaxshi ishlayman, mazmunlarni mo'l. Mening so'zga mazmunlarim yaxshi deb qarayman. Nimalar cho'nqur olmish mazmun chiqishlam, ishlasam, shu
azroq burmilib ketgan ideyasiz burmilib ketgan xalqimizga azroq bo'lsin ko'zini ochadigan yordam bo'lsa yaxshi ish qilib kimning haqiqiy fashist kimning haqiqiy razil kimning haqiqiy islam bu mushtarlarni farqlantirishga azroq yordam bo'lsa yaxshi mush iqimlarni masalan mushu cho'ponlar cho'qindan iqim mushu naja ishtihar iqimi uniki ma siyosat u bu iqimlar qarta yana shu xalqimizga mushu ideyasi xalqimizning ko'zini ichib shu farqlantiradigan farqlantirishiga yordam berasam texmi qo'shilma ish qilib oqqani farqlantirishga zehnimiz o'tkir bo'lsin undan oldingi videoda degandek biz birlashsak yaxshi bo'ladi bizga umid va yo'l birlik iqtisod va pul birlik orqali kuch to'playmiz har qanday odam bizni nima qilolmaydi bizning ideya va shu jismoniy jihatdan haqiqatan ustun turadigan bir ehtiyojligimizni unutib qolmaylik faxrlanaylik saqlab qolaylik pul bo'lsa chiqishlarga shurp jangal shurp bo'ldi siyosat bo'lsa huquq bo'ldi shunga bizga bo'ladigan birdan bir yo'l birlik pul huquq ammo shu baxt qarshi birlik kelish shunchalik tasga azoblarligi ammo voz kechmaymiz ammo birlik bo'lmay qolsa siyosat bilan pul o'zimiz kirishga tirishaylik o'zimizni puxtlaylik jihatdan pul topaylik siyosatga kirishaylik bo'lmay qolsa bolamizni yaxshi tarbiyalaylik mushkul shu uni ishkillab deb zig'ir qilib tushuntirsam meni endi xilchaklar og'zimni yumdirdi iloqlar diqqat qilib ayg'iltirday zehni o'tkir xalqimiz tushundi lekin shu so'zlardek ketmaydi azroq bo'lsin o'nshab zehnimiz o'tkir bo'lsin ochiq bo'lsin unga shu bola tarbiyasiga bek diqqat qilaylik nacha ishtihor iqimiga cho'lpaloq cho'qindanda nacha iqimga mumkin siyosatning o'yin ishkalligini obdan tushuntirib to'g'ri xatoligini farqlantiradigan siyosatni o'yin tushib ketmaydigan mushta qilib mushjihatlardan shu yaxshi tarbiyalasak bolalarimizni mushtaq qalisi ketgan qapoq sarang iqimlarning oldida bolalarimiz o'ziga ishinib o'ziga mag'rur alda hargizmi oldin xos tushib ketmaydigan tavramaydigan cho'ng bo'ldi hargizmi ig'ib ketmaydi unday iqimlar oldida tursin undan farqlantiraylik to'g'ri xatoni bolalarimizni kelgusiga shu ham ularning bolalarini tarbiyalashga yaxshi bir deymiz ul yasaymiz degan gap shu bola tarbiyasiga yaxshi diqqat qilaylik yaxshi kuchaylik undan shu yensamin shu bir-birimizni bu tilab qilmaylik meni do't degan gaplar chiqib ketsa kechiringlar xatoliklarimiz bir-birimizga kechiraylik vaqt intayin oz tez o'tadi hammamiz o'lim qarabmaymiz qisqagina hayotimizni qadrlaylik kechiringlarni kechirtaylik kam qo'saq qilaylik g'adayg'anga g'adayaylik hech nima qilmaylik hurmatlaylik texmi bakra hurmatlaylik uyushaylik bir-birimizni yo'llaylik bir-birimizni oqida turaylik işte bir go'zal ko'rinishlarni shunday o'ylab ketaman bir uyg'ur bo'lsa kendi bir muncha uyg'urim bor kendimda deb o'zining to'g'ri yo'lda davomli manglaydigan işte bir vaqtlar bo'lsa bek yaxshiladi gapim tushunsanlar bir-birimizni keyin turaylik bir-birimizni qo'llaylik tiklaylik qo'llab turaylik işte bir kunlar keladi xudoyim buyursa undan keyin tirishib pul toplaylik pul o'z jangal shurpa xudoyim yaxshi niyatli kishilarga jahon bakrak qilsin buldamsa ko'rgan xalqimizga ko'p rahmat o'zining gaplarim qanday ko'z qarashinglar bo'lsa inkas qildirsam bo'ldi mamaz bilan danga siz ya musulmonning qanday qaraysiz deb menda savol so'rasanglar shuni to'g'riliq desam bo'ldi o'zaro nima qilsam bo'ldi undan mazmun yoqtirgan bo'lsanglar taqtib qo'yasizlar shu bir-birimizni o'ylaylik bir-birimizni asraylik bir-birimizni suyaylik qo'llaylik qo'daylik buldamsa allohga omonat